lazer orqali ketkazamiz deb maslahat berishdi. Keyin uni ham qilib ko'rdim, bo'lmadi. Terim kuyib, suv to'plab, qo'llarim shishib ketadi shunday. O'sha paytdagi holatingizni tasvirlab bering. Endi u payt hech kimga ravo ko'rmayman payt. Bu araga otam dunyodan o'tib qoldi, bu araga onam dunyodan o'tib qoldi. Aralari ketma-ket bo'ldi-ku. Avvalgi rasmlarni ko'radi. Avval qo'lim shunday edi, yuzim shunday edi deb O'zbekistonga keldim. Qomus kapsulasini oldim. 3 oylik tabletkadan keyin, masalan, 2 oy bo'lyapti. Yaxshi natijaga erishganman. Hayotdagi sinovlar va og'riqlar birinchi dard bo'lsa, ularda oq dog'lar yana bir dard bo'lgan. Va ana shunday sinovli, og'riqli kunlarda o'z oilasining ko'magi bilan bugungi kunda tuzalish arafasida turgan inson. Bugun biz Buxoro shahri Shofirkon tumanidamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Siz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Aka, o'zingizni tanishtiring. Men Iskandar Muhriddin. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidaman. Kasbingiz? Kasbim o'rta maxsus. Sizdagi oq dog'lar haqida gapirib bering. Menga oq dog'lar 2023-yil paydo bo'lgan. Boshqa yerlarga borib davolanyapman. Lekin Qayerlarga? o'zimiz Buxoro viloyatida davolandim. Foyda ko'rmadim. Dermatologga borib, keyin Samarqandga bordim. U yerdan foyda ko'rmadim. Qanday maslahat berishdi? Ular lazer orqali ketkazamiz deb maslahat berishdi. Keyin uni ham qilib ko'rdim, bo'lmadi. Yana bir xil dori olib, undan ham ichib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin Instagramdan ko'rdim. Qomus kapsulasini. Qomus kapsulasini. Instagramdan keyin, undan keyin Telegram gruppasiga o'tdim. Telegram gruppasidan natijalarni ko'rdim. Uni tashyapti natijalarni. Keyin o'shani olishga nima qildim? Qaror qildim-ku, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Chiroyli muomala qilib, tushuntirib, bir boshdan nimadan paydo bo'lganigacha tushuntirib berdi. O'shandan keyin men qaror qildim-ku, shuni olishga. Akajon, o'zi oq dog'larni turli sabablari bor paydo bo'lishini. Kimdadir stress, kimdadir qo'rquv bo'ladi. Sizda qanday bo'lgan bu jarayon? O'zim injineringga ishlaganman. O'sha yerda montajnik bo'lib ishlasdim. O'sha payt struska tushib, qo'limga sekin qo'limdan ko'payish boshlagan. Qo'limda bo'ldi, undan keyin oyog'imda bo'ldi, keyin yuzimda bo'ldi. Bu araga otam dunyodan o'tib qoldi, bu araga onam dunyodan o'tib qoldi. Aralari ketma-ket bo'ldi-da. Kuchli stress. Undan keyin kuchli stress bo'ldi. Undan keyin uchastkani boshlaganman. Uchastkani davom ettirishim kerak. O'shadan o'ylab, ko'p qisildim, zerikdim. Kamayishni o'rniga ko'payishni boshladi. Bu bir dard bo'lsa, oq dog'lar sizda yana bir dard bo'lganda? Shunday. Xuddi shunday bo'ldi. Keyin shuni davolashga harakat qildim. Izlandim. Telegramdan izlandim, Instagramdan izlandim, Facebookdan izlandim, YouTubedan izlandim. O'zbekistonga keldim, qomus kapsulasini oldim. Kelganimdan keyin 10 kundan keyin gaplashib qomus kapsulasini oldim. Keyin sekin ixlos qildim, ichishni boshladim. Ichdim kapsulani, losyonni surtish boshladim. O'zi berilgan doza bilan. Mutaxassislar berilgan dozasi bilan sekin losyonni surtib, kapsulani ichib, nima ovqat yeyish mumkin emas, qanaqa ovqat yeyish mumkin emas, gazirovka suv ichish. Ma'lumot sifatida aytib keta olasizmi, qanday ovqatlarni yemaslikni tavsiya berishdi? Ovqatlardan birinchi o'chirib tuxum mumkin emas yeyish, absolutno. Gazirovka suv, energetika, ichimliklardan araq mumkin emas, spirtnoy mumkin emas. Ichmas kerak, parhez qilish kerak. Ixlos bilan ichib, Xudoga shukr, men shifo topayapman. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Menda men o'zim bilmaganman, gepatit C bo'lganman.
gepatit C. Uni nimaga Samarqandga borgan paytim bildim. Undan keyin davolandim, Rossiyaga ketdim. Rossiyaga borib, xo'sh, u yerdagi doktorlarga ham ko'rindim. U yerdagi doktorlar tortinma deb menga maslahat qildi. Tortinma xalqning ichidan. Bemalol bu muammoga chiqqan dedi-da. Keyin xo'p dedim. U yerdan ham yaxshi nima chiqmadi, natija. Keyin Instagramdan o'rtog'im maslahat berdi. Shuna qomuz kapsulasi bor deb. Natija bo'lyapti insonlarga dedi. Keyin o'shani olishga men qaror qildim. Keyin O'zbekistonga, Rossiyaga oldirmoqchi bo'ldim. Yo'li nimasi bo'lmadi uni. Oldirishning yo'li bo'lmadi. Imkoni bo'lmadi. Keyin nimaga O'zbekistonga keldim-u. 10 kundan keyin nimani oldirdim-da, qomuz kapsulasini. Qachon buyurtma berdingiz? Buyurtma berganimga 2 oylab bo'ldi. O'shandan olib, ichib, Xudoga shukr, nima bo'lyapti. Foyda bo'lyapti menga, natija yaxshi. Hozirgi holatingiz eskisiz va hozirgi sizni solishtirganda maqtanishga arziydigan darajadami? Albatta. Necha foiz taxminan men tuzaldim deb ayta olasiz? Endi o'sha payt mutaxassislar bilan gaplashgan paytimda tanamda 30% bor deganman. O'sha butun tanangiz necha foiz bor degan paytim aytganman, 30% bor deganman. O'shanga qarab ular menga maslahat berganki, 3 oylik tabletka bergan. 3 oylik tabletkadan keyin, masalan, 2 oy bo'lyapti. Yaxshi natijaga erishganman. Endi buni olib qarasa 15% ketgan. 30% bo'lsa, tanamda oqdoq 15% ketgan. Demak, 50%lik ijobiy natija bor sizda hozir. Shunday. 2 oy davomida. 2 oy davomida. Mutaxassislarimiz qanday dozada qabul qilishni maslahat berishgan? Mutaxassislar birinchi past dozada. Bir hafta birinchi bittadan kapsula ichamiz. Bir hafta. Keyin losyonni 0,5 ga 9 gram suv qo'shiladi. O'shanda maslahat berishdi bir hafta, undan keyin sekin dozani ko'taradi. Yetkazib berishda muammolar bo'lmadimi? Yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Dastavkasi bepul. To o'zimiz rayon sentrigacha ketirib berishdi. Yuqorida aytib o'tdingiz, menda omma orasiga qo'shilish, odamlar atrofida yurish Shunday. qiyin bo'ldi. Deb qanish. O'sha paytdagi holatingizni tasvirlab bering. Endi u payt hech kimga ravo ko'rmayman u payt. U payt boshqacha edi. Hozir yaxshi. Men shu qomuz kapsulasidan olib tuzalayapman. Oynaga qaraganingizda nimani his qildingiz? Baribir odamzod yoshligini eslaydi-ku. Endi avvalgi rasmlarni ko'radi. Avval qo'lim shunday edi, yuzim shunday edi deb. Endi hozirgi paytda Xudoga shukr sekin yoshligimdagi nimam kelyapti. Oldingi siz qaytyapti. Jarohatlarim yopilyapti-da. Buxoroda borgan paytim, o'sha birinchi davolanishimga meni terimni kuydirib yoradi. Terim kuyib, suv to'plab, qo'llarim shishib ketadi shunday. Soq terini kuydirib yoradi-da. O'sha oqdoq maydagina bo'lsa, masalan 2 sm ga 2 sm bo'lsa, u yerga kuydirganimdan keyin 5 sm ga 5 sm bo'ldi. U kamayishni o'rniga ko'paydi. Hozir ekran ortida sizni tomosha qilayotgan va oq dog'larga qarshi kurashayotgan insonlar bor-da. Ularga lazerni zararlari haqida nimadir ayta olasizmi? Lazer bo'lmay ekan. Juda zarari katta ekan lazerni. Lekin doktorlar maslahat beradi. Bo'ladi deb maslahat beradi. Lekin uni foydasi yo'q ekan uni. Quruq organizmni jarohatlaydi. Tanani. Ozgina parhez qilish kerak. Qomuz kapsulasini ichish kerak. Mutaxassislar aytganini qilib, shu davosi bor. Shu qomuz kapsulasini olib, men shifo topdim. Topinman, Xudoga shukr. Tushunarli. Menga 2 oylik natija menga yaxshi. Hozir qo'limga masalan avval oppoq bilinib turaydi. Hozir sekin teriga qo'shilib ketyapti. Endi birdaniga natija 10 kunga natija bo'lmaydi, 1 oyga natija bo'ladi, lekin sekin natija bo'ladi. Qomuz kapsulasini qabul qilish orqali bugungacha bizda 20 mingdan ortiq bemorlar tuzalgan, ijobiy natijalarni qo'lga kiritishgan va bugun ham siz ular qatoridasiz. Shu sabab biz sizning oldingizdamiz. O'sha paytdagi irodani kimdan va qayerdan oldingiz? Qomuz kapsulasini ichib, Xudoga shukr, men yaxshiman. Yaxshi natijaga erishyapman. Xudoga shukr, uxlashim ham, masalan, organizmda badanlarimga bez paydo bo'ldi. Undan keyin o'shalar yo'q bo'lib ketyapti. Men aniqda tochkamga, masalan, qo'lim sherga bez bo'lsa, shu yerdagi bez katta edi. O'sha faqat shu kapsulani ichaman, masalan, o'shani surtayman, losyonni. O'sha xuddi masalan kattalashishni o'rniga u kichrayib ketyapti.
O'zi bo'lib qolgan bo'lsa, ozginagina bo'lib qolgan. Shu kapsulani o'zicha bo'lib qolgan. Bez o'zi. Men o'shani bilaman. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Kapsula haqida qayerdan eshitdingiz o'zi? Kimdir maslahat berdimi? Kapsulani menga aytaman, shu do'stim maslahat bergan. O'sha eskilar aytadi-ku, shu o'limdan boshqa hammasiga shu qo'mus qorasidani yo'q foyda deb. Boshqalarga ham shu maslahat beraman-ku, olib ichsa, shu nimalarga rivoya qilsa, parhezlarga shifo topadi. Oilangizning ko'magi qanday bo'ldi bu paytda? Oilam nima qilmang deydi-da, tortinmang deydi. Xalqqa o'dirib qo'shiling deydi, odamlar atrofiga, o'zi ommaga deydi. Bu ham harakat qildi, qidirdi, nimadan foyda qilsa, qanday ketkizsa bo'ladi. Mutaxassislar maslahat berdi. Keyin kirib Telegram guruhini ko'rdik, Instagramni ko'rdik. Chiqib shu insonlardan intervyu olgansalar uni ko'rdik. Keyin shu kapsulani ichib, foydasini ko'ryapman-da. Siz kabi oq dog'larga qarshi kurashayotgan insonlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Meni maslahatim shu lazerga, nimalarga, boshqa joylarga bormay burku, sabr bilan shu qo'mus kapsulasini ichib, shuni davolashni maslahat beraman. Ular quruq aytadi, sizni pulingizni oladi. Foydasi yo'q u narsani. Badaningizni faqat jarohat qiladi. Kapsulani ichib, shu losyonni vaqti-vaqtiga surtib, shu mazani aytgan vaqti surtib, aytganini qilsangiz yaxshi bo'ladi. Qanchalar og'riqli bo'lmasin, bu kasallikka albatta davo bor. Albatta davo bor. Faqat umid, to'g'ri doza. Umidni uzmas kerak. Umidni uzmay, ixlos bilan ichsa yaxshi bo'ladi. Hammasi endi Xudodan-da. Endi Xudo berganda beruvchi ham Xudo, oluvchi ham Xudo. Katta rahmat aka, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yosh kunlaringiz va sog'lom kunlaringiz ko'p bo'lsin.